Saman odingga yor bo'layin, chorbog'changga yor gul bo'layin. Saman odingga yor bo'layin, chorbog'changga yor gul bo'layin. Odam bo'lsa yor bo'layin. Assalomu alaykum, hurmatli Toshkent davlat sharqshunoslik akademik litseyining o'qituvchilari, obunachilari va o'quvchilari. Assalomu alaykum. Bugun bizning litseyimizda osh festivali bo'lib o'tmoqda. Bu osh tanloviga o'quvchilar shiddat bilan juda ham ko'p tayyorgarliklar ko'rishgan. Ha, ushbu jarayonni biz bilan kuzatib boring. Qani ketdik. Birinchi intervyuimizni birinchi guruhdan boshlaymiz. Qanaysizlar, jarayonlar qanaqa ketyapti? Yaxshi. O'tin yorishlarchi? Qanaqa ketyapti jarayonlar? Menimcha o'ylaganimizdan ham yaxshi ketyapti. Hammasi zo'r. Xursandman. Birinchi zo'r bo'lgandan keyin zo'r bo'ladi, dizat. Xo'p, osh jarayoni qanaqa ketyapti deysiz? Qaroqqa ketyapti osh. Birinchi marta qatnashdinglarmi? Yo'q, men o'zim. Yo'q. Bo'ldi, davlat. Assalomu alaykum. Sizlar osh jarayoni qanaqa ketyapti? Zo'r ketyapti, mashina ketyapti. Birinchi martami? Birinchi martasimi? Ha, birinchi. Ha, unda birinchi o'rin olishinglar ehtimol katta bo'ladi. O'zimning guruhim 105-guruhdan intervyu olamiz. Qanaqa ketyapti Nodiraxon? Gapiring. Bilmayman, hozir gapirolmayman, lekin yaxshi ketyapti boshlanishiga. Bu birinchi martasimi? Men o'zim oshqigaman, lekin o'ta birinchisi. Mayli, davom ettiramiz. O'zim oshpazman, oshpazlar oilasida tug'ilganman, men zo'rman, voy. Endi bizani bosh boburimiz. Qanday ketyapti? Zo'r, yaxshi. Ha, bo'ldi, unda sizga ishonamiz. Birinchi o'rin olamizmi? Xudo xolasa. Bo'ldi, hammasini yutib 105-guruh. Chorbog'changga yor gul bo'layin, odam bo'lsa yor bo'layin. Assalomu alaykum, ustoz, sizdan intervyu olsak bo'ladimi? Qanaqa ketyapti jarayonlar? Yaxshi, rahmat, xudoga shukr. Mana bolalarimiz qiziqib hammasi juda ishtaha bilan boshlashdi hozir. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Nima deb o'ylaysiz, ikkinchi guruh orasida kim yetadi? 109 yetadi. Rahmat. Chorbog'changga yor gul bo'layin, saman odingga yor bo'layin. Endi hozir biz savollarimizni beramiz. Savolga javob bermasangiz bo'lmaydi endi. Qachon osh xafa bo'ladi? Osh xafa bo'lmaydi. Bo'ladi. Yo'qolganingizni. Yo'q, noto'g'ri javob. Mana turmush qolganingizni. Osh qachonki tegiga olganda xafa bo'ladi. Buni siz bilib oling, xo'p? Bo'lmadi mana hozir. Bo'lib qolsa-chi? Hozir bo'lmadi. Bo'pti, ko'ramiz. Ko'ramiz. Qolmaydi. Bizda deb nima solinadi? Oshga birinchi bo'lib, qozongami, oshgami? Qozonga. Qozonga nazar solinadi. Top qo'yishdi, nazar solinadi, to'g'ri. Voy, chiroyliligini qarang, oshi. Oshimiz qanday ketyapti? Voy, chiroyli. Mana ham bu ustozlardan duolarsiz menimcha biz yutamiz. Inshaalloh. Savol beraman. Unga ha yoki yo'q deyishingiz kerak emas. Bo'ldi, boshladik. Tayyormisiz? Hop, birinchi savol. Siz bugun ertalab 10 kishi uchun 20 kg go'sht tozaladingizmi? Bunaqa qilmadim. Hop, mayli. Go'shtni bugun yuvdingizmi? Yudim. Qachon? Boya. Hop, shunda boya yuvdingiz. Boya yudim. Ha, okey. Qo'shiq bilan emas, qo'sh bilan yeysizmi? Ovqatni? Qo'shib bilan yedim. Ha, qo'shiq bilan. Hop. Hop, endi siz o'zingizni eng zo'r oshpaz deb hisoblaysizmi? Unchalik emas. Nega unchalik emas? Hamma narsa men xohlagandek bo'lmadi. Ha, yo'q, hozir bu tekim bosh oshpaz. U iman. Ha, bo'ldi. Hop, osh pishganda siz raqsga tushasizmi? Yo'q. Yo'q dedingiz. Bo'ldi. Saman odingga yor bo'layin, chorbog'changga